Assalomu alaykum qadrli baland tomoshabinlar. Nabjon Nurmatov live kanaliga xush kelibsiz. Srochni Qurbon namoziga, ya'niki qisir tayyor juda semirgan mol sotiladi. Ko'ryapsiz. Bu qisir hozirgi paytda semizligi bir 250 kilo ves go'shi bor-da. Maqsadki qurbonlikqa bir 4-5 kishi, 7 kishi bo'lib so'ysangizlar, arziyatgan mol. Qarang, shunday semirgan zoti moldan ko'ryapsiz. Altda juvona ham turibdi. Bu juvona xuddi shuning o'zidek ko'ryapsizmi, lekin ariq. Bu juda semiz. 23 ming somon. Sal uzoqdan olamiz. 23 ming somon, yana keyin muomalasi bor, arzon bo'ladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilsangiz, kelishib inshaalloh qurbon namoziga so'yasizlar. Juda ham yaxshi tayyor demoqchi. Men haligidan qurbonlikqa bilasizlarki, chiroyli, semiz, bir kelishgan mollardan qurbonlik qilish kerak. Chunki ariq mollar qilinmaydi. Ular bilasiz, mumkin emas. Shuning uchun semiz mollardan chiroyli kelishgan, juda ham juda kelishgan mol hozirgi paytda qurbonlik qilsangiz bo'ladi. Shaqlayman deydi. Urkayapti. Marhamat keling. Kimga interes bo'lsa telefon orqali ham bemalol so'rashlaringiz mumkin. Inshaalloh ma'qul bo'lsa aylanib ko'ring, yurilib ko'ring deydi. Hamma taraflama sizlarga men ko'rsatayin, haydab semizini qarang. Juda ham semiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz yana narx navosini kelishib olasiz. Adresga keladigan bo'lsak, Kolxozobod Yangi Turmush kolxozi 2-brigadada. O'zi odam shunday bir molni ko'rgandan qanday mol, nima molligini biladi. Juvonaga kerak bo'lsa-da juvona. Kimga interes bo'lsa bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilingizlar. Inshaalloh savdolarimiz bo'lsa, ya'niki 23 ming somon arzon bo'ladi, savdosi bor. Qisir bizat, bu qisir. Qisir bo'lmasa bunday semirmaydi. Ko'ryapsizlar?